Ortodontiyada braket va aligner degan tushunchalar bor. Bu haqda ozgina tushuncha berib o'tmoqchiman. Braket bu har bitta tishlaringizga yopishtiriladigan metal, sapfir yoki keramika bo'lishi mumkin. Braket haqida juda ham ko'pchilik biladi, chunki bu juda ham ko'p yildan beri ko'rilgan va davolashda ishlatamiz. Hozirgi kunda oxirgi 10 yilda aligner degan konstruksiya bor. Bu ham xuddi shunaqa braketga o'xshagan mexanizm ishlaydi, ya'ni tishlaringizni to'g'irlashga xizmat qiluvchi, faqatgina buni ko'rinishi braketdan boshqacha. U prozrachniy, ya'ni ko'rinmaydigan kappalarga o'xshash bo'ladi. Yuqori jag'iga alohida kappa, pastki jag'iga alohida kappa. Bu qanaqa tayyorlanish haqida esa bu sizdan qolip olinadi, ya'ni elektronniy qolip olinadi. Elektronniy qolip maxsus laboratoriyalarga yuboriladi. U laboratoriyada sizni mana shu tishingiz qiyshiqligidan boshlab kompyuterni o'zida to to'g'ri bugungacha bo'lgan etaplari bosqichma-bosqich, ya'ni model shakliga keltiriladi. Hammasi sizga qo'yib chiqiladi tayyor qilib. 20 ta, 30 ta yoki 40 ta etapda bo'lishi mumkin. Va mana shu har bitta modelga endi alohida yuqori pastki jag'iga ko'rinmaydigan kappalarni yasab chiqishadi. Endi bu alignerlarni klinikaga olib kelamiz va mana shu alignerlarni sizga oyda 2 ta yoki 3 tadan topshiramiz. Albatta buni orasida ortodont sizga har xil momentlari bo'ladi o'zini tishni to'g'irlashga, silchitishga, distilizatsiya qilishga yoki qanaqadir rotatsiya qilishlar uchun har xil ключlarni ishlatamiz. Har bitta konstruksiyani, har bitta instrumentimizni o'ziga yarasha plyus va minuslari bor. Misol uchun, braket sistemasi plyus tomonlari ortodontiyada juda ham qiyin bo'lgan situatsiyalarda ham biz braket sistemasi yordamida tishlarni to'g'irlashimiz oson. Kamchiligi esa albatta ko'rinishi. Ya'ni patsientlarga doim og'zida turish kerak, har xil chaynovda har xil noqulayliklar tug'diradi. Lekin alignerni qulaylik tomoni u estetik jihatdan ko'rinmaydi. Chaynagan vaqtingizda uni yechib olib qo'yasiz va keyin yana taqib olishingiz kerak. Noqulaylik tomoni esa u har safar yechilib taqilishi kerak bo'ladi. Bu ham qanchadir miqdorda noqulaylik tug'diradi. Undan tashqari oxirgi ma'lumotlarga ko'ra har safar yechilib taqilgandan keyin emalni qanchadir miqdorda yemirilishi ro'y berishi mumkin. Va yana bir minus tomoni, men ko'pchilik patsientlarga bu narsani aligner haqida aytganimda, ular bu narsadan bosh tortishadi. Bu esa mas'uliyat, ya'ni disiplina. Siz kappani olganingizdan keyin uni yechasiz ovqatlanishdan oldin va uni albatta ovqatlangandan keyin taqishingiz kerak bo'ladi. Alignerni taqish uchun insonda shunchalik tishlariga mas'uliyati bo'lishi kerak. Ya'ni hamma butun diqqati mana shu tishlarini sog'ligida, tishlariga qo'yiladigan kappada bo'lishi kerak. Va mana shu narsani aytgan vaqtimda ko'pchilik patsientlarimiz alignerdan voz kechishadi. Chunki ularda aynan mana shu konsentratsiya yetishmaydi. Oradagi kappa yo'qolishi esa ularga qo'shimcha finans va qo'shimcha pul to'lashlarga to'g'ri keladi. Braket qo'yilgan inson birinchi haftada, ya'ni birinchi 3 kun mobaynida tishlarida bo'lishi mumkin bo'lgan og'iz bo'shlig'iga moslashuv jarayonida bo'ladi. Ya'ni lablar, til, hammasi mana shu metal uchun qarama-qarshi harakat qiladi. Chunki u begona narsa hisoblanadi. Va 3 kundan keyin bu og'zingizdagi metallar xuddiki sizniki, ya'ni sizda hech narsa yo'qdek. 3 kun sabr qilish kerak. Va undan keyin ikkinchi noqulaylik bu aktivatsiyadan keyin, ya'ni sizda aktivatsiya bosqichi boshlanadi. Biz davolashni boshlaganimiz keyin va bu paytda tishlarda tishlagandagi har xil og'riqlar, tishlaganingizda noqulayliklar, chaynashda noqulayliklar va biz undan tashqari boshqa instrumentlarni ham ishlatamiz, faqat braket emas. Va bunaqa vaqtda albatta chaynovni samaradorlik tushib ketadi va bu albatta vaqtinchalik. Undan tashqari tish yuvishda, ya'ni siz oldingidek tish yuvamaysiz, oldingidek bemalol shotkani harakatlantira olmaysiz. Siz endi shotkani ma'lum yo'nalishlar yordamida braketni hamma tomonini tozalashga harakat qilishingiz kerak va albatta tishni tozalashga qo'shimcha uskunalarni ishlatishingiz kerak bo'ladi.